Assalomu alaykum. Ismim Baxtiyor, familiyam Dadaboyev. Ayni paytda MW Airlife kompaniyasining Jade ambasadoriman. Sizni qilgan to'g'ri qaroringizdan chin qalbimdan tabriklayman. Ishni boshlashdan avval siz quyida aytib o'tilgan muvaffaqiyatning 10 qadamdan iborat bo'lgan maxsus kitobchada ko'rsatilgan barcha ko'rsatmalarga aniq amal qilib va bularni konspekt qilib, ya'ni daftaringizga qayd etib, quyidagi yozilgan qadamlar va qonun qoidalariga amal qilib, mana shular asosida ishni tashkillashtirishingizni so'rab qolardim. Sabab, hozirgi zamonda dunyo juda tez sur'atlar bilan o'zgarmoqda. Ilgari insonlar bir joyda ishlab, bir oylik maosh bilan hayot kechirishni yetarli deb hisoblashgan albatta. Bugun esa ko'pchilik odamlar faqat bir daromad manbasiga tayanib yashash qay darajada xavfli ekanini tushunib borishmoqda. Insonlar ko'proq erkinlikni, moliyaviy barqarorlikni va dunyo bo'ylab sayohat qilish imkoniyatini izlamoqdalar. Shu sababli zamonaviy biznes modellari, ayniqsa tarmoqli biznes modeli butun dunyoda juda jadal rivojlanmoqda. MW Life kompaniyasi aynan shu yo'nalishda insonlarga yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Kompaniyaning asosiy g'oyasi insonlarga sayohat qilishni arzonroq, qulayroq va qiziqarliroq qilish bilan birga, bu sohada daromad topish imkoniyatini ham berishdir. Travel Advantage platformasi orqali insonlar dunyo bo'ylab mehmonxonalar, kurortlar va sayohat imkoniyatlaridan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, bu imkoniyatni boshqalarga ham ko'rsatish orqali biznes qurishlari mumkin. Albatta, har qanday biznesda muvaffaqiyat tasodifan kelmaydi. U ma'lum bilimlar, to'g'ri harakatlar va aniq tizim asosida shakllanadi. Shuning uchun MW Life biznesda ham muvaffaqiyatga erishish uchun muayyan qoidalar va tamoyillarga amal qilish zarur. Ushbu qo'llanmada MW Life hamkorlari uchun biznes boshlashning 10 ta qadami batafsil yoritib berilgan. Har bir qadamlar tarmoqli biznesda ko'p yillik tajribaga ega liderlar tomonidan amalda sinovdan o'tgan va o'z samaradorligini isbotlagan. Bu orqali siz biznesni to'g'ri boshlashni, insonlar bilan to'g'ri muloqot qilishni, jamoa qurishni, yangi hamkorlarni o'qitishni va biznesni bosqichma-bosqich rivojlantirishni o'rganasiz. Katta natijalar katta bilimlardan emas, balki to'g'ri amaliy harakatlardan kelib chiqadi. Agar siz ushbu hamkorlar uchun biznes boshlashning 10 qadami kitobini diqqat bilan o'rganib, ularni amalda qo'llasangiz, MW Life biznesda o'z jamoangizni qurish va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatingiz bir necha barobar ortadi. Eng muhimi, ishonch bilan boshlash, tinimsiz o'rganish va harakatni to'xtatmaslikdir. Chunki har qanday katta muvaffaqiyatlar kichik bir qarordan boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.